2026-yil 3-aprel holatida nima ishlar qilyapmiz va aralachilar nima ishlar qilishadi. Ko'rsataman mana Mahmud akam bilan Murod. Demak, bu yerda nukleuslarni tayyorlayapmiz. Ona ariq qazish, nukleus tayyorlash, yashiklarni rang bo'yash. Tak, rang bo'yashi hozirgina mana Murod sep chiqdi уже. Qanaqada siz normal 48 ga keldik xullas. 80 nechta 90 tami. Hammasi zakonniy sefamiz. Nima edi bu nomi? Kompressorda sefamiz, nomerlarimiz bor. Nega buni sefamiz, nega almashtiryapmiz? Sababi bittagina. Yashiklarimiz bu butun zakonniy, idealniy yasalgan. Faqat sababi biz mashinaga ortganda 3 marta zakaz qilganmiz. 3 xil razmer kelgan. Bizda g'ishdek, qolipdek taxlanish kerak, shunda qimirlamasdan boradi. Shuni hisobigagina faqat yangi yashiklar olib keltirib, eski ham demayman, ishlatgan yashiklarimizni sotib olamiz. Idealniy yashik hamma qoidalari bo'yicha GOST bo'yicha yasalgan. Oldi uklon bo'lgan, tepasi ventilyatsiyasi 10 ta, perigorodkalari bor, ichi chuqur bo'lgan, ya'ni qalinligi ham zo'r. Eng muhimi bu yashiklar xizmat qilib pishib bo'ldi. 1-2 yil, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha xizmat qilgan bo'lsa, idealniy yorilmagan hammasi zo'r. Lekin yangilarda mana o'sha bularda ba'zida yorilish bor. Shuning uchun aytmoqchimanki, unga garantiya beriladigan yashik qurib bo'ldi. Olgan odam zarar qilmaydi. Faqat bizni o'sha bir xil taxlanishi uchungina sotyapmiz. qancha narxi uni? 430 ming so'm, bu 530 ming so'm, 100 ming so'm raznicasi bor. Baribir o'sha yangi yashikdek, yangidek. Xo'sh, hozir aprel oyida nima ishlar qiladi ariqchilarimiz? Nima ishlar? Hamma ish qiladi. Hamma uxlamaydi faqat. Aprel oyi kechagacha ishladik. 10-11 gacha, to'g'rimi? Bugun ertalardan mana Mahmud akamlar 6 dan uyg'onib ishlayapti. Maksimal aprel oyida asalarining ichida yotib qolish kerak iloji bo'lsa. Даже men ham keldim mana do'konni tashlab. Mashina ham tortiradigan mashina sezon. tortiramiz, matga chiqazamiz, matchlik qilyapmiz, yashik almashtiramiz, atfotga qilyapmiz, mini nukleusga olamiz, kecha payt mini nukleusga zashilyat qildik, previewga qildingiz. Bugun yana yetim qilishingiz kerak. Xullas qilib yotibdi. Ukraina Rossiya jangini ham hal qilish kerak. Hozir aprel oyida hammasi qilinadigan ishlar mana shu yerda. Yashiklarni ko'rsataveraman demak. Bitta ko'rsating o'zingiz. Tak, demak yashiklarga keladigan bo'lsak, mana bu yashiklarni almashtiryapmiz. Mana bular almashtirildi. Mana bu yangi, bu eski variant 2 yillik. Bu yangi, bu o'tgan yilgi mana. Qarang farqini. Bu 1 yil ishlagan, bu yangi. Mana farqi. Balandligida ozgina farqi bor mana. Mana. Hatto buni tunikasi ko'proq ham chiqqan. Tak, Mahmudlarga olib chiqib tashladik. Mana bitta varianti yotibdi. Mana 1 yil ishlagan, 1 yil ishlagan. Bu aytgandek mana bitta narsasini e'tibor beringlar. Tegi uchli qalinligi. Hatto tegi shuncha yil ishlagan bo'lsa ham yorilmagan. Mana bu yengilarda o'zi quyilmasdan turib yorilish bor. Bu degani yangi ari zo'r degani emas. Naborot bular o'zi ispitlardan o'tgan, undan tashqari bunda Yahyo va Murodning energiyasi ham bor deb reklama qilib qo'ydik. Tak, ramkalar fondini ko'paytiramiz hozirgi paytda. Mana bu daraxtlar gullashidan foydalanish kerak. Mana gelos o'tdi bizada. Mana olmalar gullab yotibdi. Shu paytda shira kelganda munbezlar ishlaydi. Ertaga asal olish niyatingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, arilar fondini, ramkalar fondini ko'paytirib olishingiz kerak bo'ladi. Qiladigan tavsiyamiz shu. Demak, mashinalarni tortirib turaverasiz. Yashiklar kimga kerak bo'lsa, bizda 100 taga yaqin qoldi. O'shalarni sotib yuboramiz. Tak. Matka chiqazish, kecha kunduz ish ko'p. Tak. Shularni aytishim kerak edi. Yana nimadir qol. Kurs, asalarichilik kursi bo'yicha hali ham 1 million turibdi. Hali ham telefon qilishadi. 50 ta armiyada 20 ta qoldi. Menga kerak emas. Ozgina xato qildim. Aql yetishmayapti sizga. Aql. Asalarichilar ko'p shunaqa ekan. Tak, demak, kurs bo'yicha menga aloqaga chiqaverasizlar. E'lon qilish, mahsulotni e'lon qilish bizning vazifamiz, olish olmaslik sizning vazifangiz, sizning huquqingiz deyiladi. Tak, demak, buni egalari bor. Bu eski yashiklar. Hammasi bo'yicha gapirdik. Demak, aprel oyida deb telefon qilib bezovta qo'ymaylar. Telegramda menga yozinglar. Agar kimdir Yahyokizni oldingizga kelaman, ko'raman, ishingiz bormi deydigan bo'lsangiz, rabochiy ishlaydigan kiyimni kiyib kelasiz. Siz bilan o'tirib, gaplashib o'tirishga vaqt yo'q. Oldimda yurib, billa qo'limda ishimni olib ishlashingiz mumkin, tajribamni olishingiz mumkin, o'rganishingiz mumkin. Ya'ni behudaga vaqtimizni ayaymiz, bir-birimizni hurmat qilamiz. Rahmat e'tiborlar uchun.